Assalomu alaykum fuqarolar. Hozir biz Agrobank tizimida mavjud xizmatlarni aytib o'tamiz. Bizda bank plastik kartalar haqida gaplashadigan bo'lsak, bunda Humo kartamiz bor. Birinchi marta olayotganlar uchun apparatimiz bor. Kartomat degan apparatimiz. Shu apparatdan chiqaradigan bo'lsa besplatniy yoki ariza shartnoma asosida oladigan bo'lsa Humo kartasi 40 ming so'mdan to'lovi bor. Uzcard Union kartamiz bor. Bular 35 ming so'mdan hisoblanadi. Kreditlar bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, kreditlarimiz avans plyusimiz bor. Onlayn ikkita qarz bo'lib, maksimal 100 milliongacha 2 yil 25%dan. Keyin mahalla loyihamiz bor. Mahalla loyihamiz 50 milliongacha bizga biriktirilgan 16 ta mahallaga beriladi. Kafli asosida maksimal summa 50 milliongacha muddati 5 yil muddatga beriladi. Buni foizlari erkaklar 27%dan, ayollar 25%dan ajratiladi. Biznesga birinchi qadam kreditlarimiz bor. 17 milliongacha. Bu ham o'sha biriktirilgan 16 ta mahallaga beriladi. Ayollarga tug'ruq asosida omonat pullarimiz bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, Sandr omonat pulimiz bor. 18